Nima sababdan tovon yoriladi? Tovonda yoriqlar paydo bo'ladi. Tovon dag'allashadi, qalinlashadi. Shuni bilib olishimiz kerakki, inson terisi ter bezlari va yog' bezlaridan iborat bo'ladi. Aynan tovonda faqat ter bezlari bo'ladi. Ter bezlarining vazifasi demak ter ajralib chiqishi, yog' bezlarining vazifasi terini namlab, yog'lab turish vazifasini bajaradi. Aynan tovonda yog' bezlarining bo'lmasligi bizning tovonimiz namlanishga muhtoj ekanligini ko'rsatadi. Agar suvsizlanish jarayoni, ya'ni tovonda quruqlash jarayoni kuchaysa, demak terimiz dag'allashadi, qalinlashadi, yoriqlarning paydo bo'lishi kuchayadi, qadoqlarning yuzaga kelishi bo'lishi mumkin. Aynan shu tovonda yoriqlarga olib keladigan bir qancha sabablarni men sizga bittama-bitta tushuntirib beraman va nima uchun shu sabab tufayli tovonlar yorilishi haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lasiz. Aynan sabablarni biz aniqlashtirib olsak, sabablarni keltirib chiqaradigan sabablarni aniqlashtirib olsak, shu sabablarni bartaraf etsak, kasallik o'z-o'zidan chekinadi. Shu navbatida tovonda ham yoriqlar, dag'allashlar o'rniga uning yopilishi, mayinlanishi, tovon terisining dag'allashib ketishi va o'zining holatiga qaytishi kuzatiladi. Tovon yorilishiga olib keladigan birinchi sabab bu A va E vitaminlarining yetishmasligi. Bu ikki vitamin inson terisi uchun juda muhim rol o'ynaydi. Masalan, vitamin E teri membranasini hosil qilishda, qobiqlarni hosil qilishda juda faol ishtirok etadigan vitamin. Vitamin A, agar vitamin A yetishmasa, terining qayta regeneratsiya qilinishi, ya'ni terini tez-tez yangilanib turishi kechikadi. Agar vitamin A yetishmasa, terining trofikasi buziladi, oziqlanishi buziladi. Bilamiz, terimiz tez-tez yangilanib turadi. Shu yangilanib turishini evaziga terimiz nam holatda saqlanib turadi. Agar bizda vitamin A ning yetishmasligi kuzatilsa, shu yangilanish sekinlashadi va teri dag'allashadi, qalinlashadi va yoriqlar paydo bo'ladi. Bu birinchi sabablardan biri. Ikkinchi sabablari bu eng muhim sabab, bu ham temir tanqislik anemiyasi. Temir tanqislik anemiyasida terimizda agar shu temir moddasining yetishmasligi qon orqali keladi baribir. Kollagen sintezining, oqsil sintezining buzilishi kuzatiladi. Agar terida kollagen miqdorining kamayib ketishi, terida po'st tashlash kuchayib ketadi. Tovon yorilishiga sabab bo'ladigan uchinchi omil, asosiy sabablar bular ham, ya'ni qandli diabet kasalligi. Bu kasallikda qanday bo'ladi? Bu kasallikda ikkita muammo bir vaqtda yuzaga keladi. Ikkita muammo bir vaqtda yuzaga kelib, jarayonni og'irlashtiradi. Birinchi muammo qonda sirkulyatsiya miqdori, sirkulyatsiya darajasi buziladi. Ya'ni biz bilamiz, qonda kislorod yuradi. Shu periferik qismida, ya'ni tanamizning oxirgi qismlarida qonning va kislorodning sekin yetib borishi natijasida hujayra va to'qimalarning o'lishi kuzatiladi. Natijada shu joyda hujayra va to'qimalarning o'lishi, zararlanishi, nobud bo'lishi kuzatilsa, shu joyda to'planib qoladi, terilar qatlam bo'lib dag'allashib yorilib ketadi. Keyingi muammo bu diabet kasalligiga chalingan bemorlarda periferik asab sistemasi zararlanadi. Zararlandi degani bu terida sezuvchanlikning o'lishi kuzatiladi. Bunda bu bemor bu kasallikni oxirgi bosqichlarda sezib qoladi, lekin kech bo'ladi. Yana bitta sabablardan biri bu terining zamburug'li kasalliklari, gribokli kasalliklar. Oyoqda aynan oyoq tirnoqlarini bu zamburug' birinchi navbatda tirnoqlarni zararlaydi.
tirnoqlarni rangini sarg'aytirib yuboradi, tirnoqlarni plastinkasini strukturasi, ya'ni qiyshaytirib yoki dag'allashtirib, g'adir-budur qilib tirnoqni jarohatlab qo'yib, oyoq terisiga o'tadi. Bu ham oyoq, ya'ni tovonning yorilishiga sabab bo'ladi. Va oxirgi sabablardan biri bu aynan juda ko'p kuzatilyapti. Juda ko'p oyoq kaft psoriazi. Nima uchun psoriaz deyapman? Psoriaz tanada ham uchraydi. Masalan, tirsaklarda, tizza bo'g'imlarida, boshning sochli qismlarida va badanning turli qismlarida uchraydi. Lekin oyoq tovon qismida va qo'lning kaft, ichki kaft yuzalarida uchrashi bu psoriaz yoki yana bitta kasallik bor. Keratodermiya degan kasallik bor. Bu qanday yuzaga keladi? Bu autoimmun kasallik. Autoimmun kasallik aynan shu kasallik yuzaga kelganda bilamiz, qo'limiz va oyoq kaft, ya'ni tovon sohalarida muguz hujayralar, muguz qavat bor, yaxshigina qalin, terining eng ustki qatlami deydi. Shu muguz hujayralarining ko'plab zararlanishiga sabab bo'ladi. Natijada oyoq kaft dag'allashadi, qalinlashadi, yoriqlar paydo bo'ladi, yurishga qiynaladi, og'riydi. Qanchalik ko'p yurganda yoriqlar kengayadi, yoriqlar kengayishi va qonashiga olib keladi, hattoki inson yura olmay qolishi mumkin. Shunday dag'allash bo'ladi, hattoki qabulimizga ham kelgan va shuni mana videosini ham hozir YouTube'ga qo'yamiz, ko'rasizlar. Hattoki 2 santimetrgacha qalinlashib ketgan holatlar ham kuzatilgan bo'ladi. Shuning uchun har qanday kasallikni boshlanishida birinchi etaplarda uni sabablarini aniqlab, sabablarga oydinlik kiritib, ana undan so'ng umumiy kompleks terapiya qilib davolasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda biz oyoq tovon yorilishini oldini olgan bo'lamiz. Tabiiy maslahat, tibbiy maslahat, bepul maslahat. Tepada aytdim, qo'l kaftimiz va oyoq kaftda yog' bezlar bo'lmaydi. Demak, biz ayniqsa qish fasllarida shu sohalarda namlantiruvchi kremlardan foydalanib turishimiz kerak va terini namlab turganimiz yaxshiroq va afzalroq bo'ladi. Sababi qanchalik bizlar terimizni namlab tursak, kremlar bor, yumshatuvchi kremlar bor, terini oziqlantiruvchi kremlar bor. Namlab oziqlantirib tursak, kuniga 2 mahal, ertalab va kechqurun, hech bo'lmaganda kechqurun uyqudan oldin surib yotsak, terining poralarini, teshiklarini ochadi va sirkulyatsiya yaxshi bo'ladi, qon aylanishi yaxshi bo'ladi va natijada teri qurimaydi, teri dag'allashmaydi, qalinlashmaydi va yoriqlar yuzaga kelmaydi. Tovon yorilishi sabablarini tepada sanab o'tdik va boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Masalan, vaznning ortiqcha bo'lishi va boshqa endokrin kasalliklar bo'lishi mumkin, gormonal fon. Darvoqe, yana bitta sabab bor, ayollarda ko'proq uchraydi. Klimaks holatida, ya'ni ayolda hayzdan to'xtash holatidan keyin tovonning yorilishi kuzatiladi. Shuni ham esdan chiqarmaylik. Ya'ni bu kasallikning diagnoz nomi klimakteriskiy keratodermiya degan kasallik bo'ladi. Siz bilingki, agar klimaks jarayoni yuzaga keldimi, tovonda yoriqlar paydo bo'ladi. Ya'ni muguz qatlamga hujum bo'ladi. Shunda muguz qatlamning trofikasi buzilib, tovonlar yorilishi mumkin. Endi tovonda yoriqlar paydo bo'lishi kimdadir hayot davomida bo'lishi mumkin. Kimdadir qaysidir kasalliklar oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Teri kasalliklarmi yoki hayot davomida shu kasalliklar, qaysidir kasalliklar fonida yuzaga kelganmi? Buni faqat vrach, dermatolog huzuriga borasiz, aniqlik kiritiladi va shunga qarab sabablar topiladi, sabablarga qarab davo taktikasi qo'llaniladi. Agar sizda ham mana shunday holatlar bo'lsa yoki men gapirmagan fikrlarim bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyaga savol yo'llang, fikrlaringizni qoldiring. Men o'qiyman, javob beraman, javob qaytaraman. Qo'limdan kelganicha keyingi videolarga qanaqa mavzular haqida rolik tayyorlaylik, bu haqda ham yozib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlang, like bosing va shu muammo bilan qiynalib yurganlarga ulashib qo'ying.
Sizlar bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. Salomat bo'ling.